brendidan Cloud Hill modelimizda наличиеda yana повторda kelgan. Ranglari уже razmerlari kam qolgan. Mana shu hit продажный bordoviy rasvetkasi juda ham premium kачествоda bo'ladi. Sizlarga yaxshi kачествоligini ko'rsatib berganman. O'tgan galgi videoda mana bunaqa joyida o'ng poyida plus belgisi bo'ladi, chapida bo'lmaydi. Ma'mitlari, yozuvlari fosforli bo'ladi. Stelkalari yechiladigan stelkada bo'ladi. Kir moshinaga tiqib yuvsanglar ham hech balo qilmaydigan variantda bo'ladi. Eng yaxshi kачествоsi mana shu kачествоsi hisoblanadi. Уже bundan yaxshi kачествоsi, bundan уже originali bor. Originali $1300 atrofida turadi. Bu eng yaxshi kачествоsi. Bemalol do'kondan xarid qilsanglar bo'ladi. Bizga 4 xil rasvetkada kelgan, qaranglar. Bu uni model hisoblanadi. O'g'il bola, qiz bola ketaveradi. Shu o'g'il bola ham kiyadi, qiz bola ham kiyadi. Mana bu rozовый esa женскийga ko'proq tortadi. Krossovkani tushunadiganlar уже сразу bilishadi. Ma'mutlargacha даже fosforli. Mana korobkalarni ham, upakovkalarni ham qaranglar. Korobka bitta mana shu qizil rangi uchun qizil rangda chiqqan. Qolgan ranglari uchun bo'lsa, mana shu rangda, sera rangda, bejvoy rangda chiqadi. Bu o'zining fishkasi qizil rangiga qizil qilib chiqarishga mana bunaqa upakovanный bo'lib keladi. Paketiklari bo'ladi ichida. Mana bunaqa narsalari bilan, o'raydiganlari bilan. Уже bundan lishni narsasi bo'lmaydi. Bemalol do'kondan xarid qilsanglar bo'ladi. Наличиеda kelgan, o'zining nomiga mos, ya'ni bulutli yengil hisoblanadi. Podoshvalari ham вообще zo'r, легкий качество, sport uchun eng удобный model.